Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Namangan shahar Robotda boshlagan obyektimizni yakunladik. Bu obyektimiz 80 kvadrat. Kotelning qismini terib berishni o'rgandik. 1 yil oldin to'pli-pol radiator ishlari bo'lgan ekan. Shu xonaga turbalarni chiqarib tayyor qilib bo'lgan ekan. Ikkita xonamiz to'pli-pol radiator mix sistemi. Ikkita xonamiz radiator общий shunda 80 kvadrat. Bu tomonda ham 3 ta xonamiz bor. 50 kvadrat. Keyinchalik trassalarni o'chib shu joydan izolyatsiya qilib отопление qilib beramiz. Kollektor o'rnagan xonani hozir video qilib ko'rsataman. Kotelimizdan подача обратga kelishlari. Birinchi konturimiz baland gradusli radiator konturi, ikkinchisi past gradusli to'pli-polli konturi. To'pli-pollarimiz podachasi 35 ketdi, maksimali 45. Bundan agar baland qo'yiladigan bo'lsa, odamning sog'lig'iga zarar. Radiatorimiz 55 ga 55 podача обратga. Svet uchishiga, har xil hodisaga UPS qo'yib berganmiz bu yerga. 2 kilovatli geliy akkumulyatorlar bilan. Uy tugashida kotelimiz o'rnagan. Kotelimiz doimgidek Zote Rio modeli. Bu 2025-yil yangi chiqqan model. Bu kichikroq ensiz bo'lgan kotelnilarga rosa zo'r tushadi. 26 kilovatli. Bir zapravkasi 3 kundan 5 kungacha yonadi. 150 kg, 160 kg atrofida sig'adi bir zapravkasiga. Dimoxodlari 6 metr bo'lgan, shifri eng baland sathida 1,5 metr ko'tarib qo'yganmiz. Podachasi, обраткasi. Yomg'ir yoqqanligi uchun ustiga plyonka yopib, hozir bitilmagan kotelni vaqtinchalik dimoxodlarimiz ichida 5 sm bazalt bor, 120 diametrda. İçi 120, üstü 220 shunda. Gruppa bezapasli, chubarli. Kun tupravleniyasi S-line bo'ladi. Mana 60 gradus berganmiz, 55 gradusda hozir ishlab turibdi. Mana yonishlari. Zaslonkasini tonni yo'q qo'yganmiz. Shunda dimoxoddan chiqib ketayotgan issiqligi 70% ushlab qoladi. 30% ochiq ichi. Podача обраткasi ham ikki tomonda bor. Ishlatilmaydigan tomonni zagrushka qilib qo'ytirib qo'yiladi. Shinaklari 3 tonna udar bilan ko'mir maydalaydi. Agar tosh yo bir qanaqangidir narsa to'g'ri kelib qolsa, kotelga ayshib kelib beradi. Kotel hokadan boshlab 5 sm gacha bo'lgan ko'mirlarni yoqadi. Qanaqangidir tosh tiqilib qoladigan bo'lsa, o'zini zavodchika mana sixlari ham bor. Har bitta sixlarini shu joyini yechib, gaykasini har bitta six tiqiladi. Keyin pastda 4 ta bolt yechib, pastdagi kamerasini o'chib, tozalab turib, keyin yana yopib foydalansa bo'ladi. Zoten brendini bilasizlar, Rossiyan brendi. 32-33 yil atrofida adashmasam stage bor. Kotel mana podishkaga o'tdi. Kotel dam oladi. Mana. Kotel podishkaga o'tganda ham 10 minutda 3 sekund, 5 sekund o'zini o'zi ko'mir berib tuyuntirib turadi. Shunda garilkaga olov ketib qolmaydi. Mana. Kimgadir shunaqa xizmatlar bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Kotel o'rnataman degan do'stingizga shu videoni tashlab qo'yasizlar. Videomiz agar manfaatli chiqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar.